otishmada halok bo'lgan Yunusjon Oxunovning singillari. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun sizlarga muhim bir masala bo'yicha murojaat qilmoqchimiz. Bu shunchaki yordam so'rovi emas. Bu hayot va o'lim orasida bir onaning taqdiri. Ya'ni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qorako'l qishlog'ida yashovchi Azam va Zilol opaning sog'lig'i jiddiy xavf ostida. Ya'ni jigar sirrozining oxirgi darajasi va zudlik bilan Hindistonda operatsiya qilishga muhtoj. Opamizga operatsiya qilish uchun umumiy hisobda 30,000 AQSh dollari kerak. Bu mablag' katta ko'rinishi mumkin, ammo birlashib harakat qilsak, biz buni uddalay olamiz. Har bir so'm, har bir duo va sizning qo'llab-quvvatlashingiz bu bir onaning hayot yashashiga umiddir. Bu opamiz barcha uchun begona emas. Ya'ni 2000-yil 1-avgustda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida otishmada halok bo'lgan Yunusjon Oxunovning singillari. Bu ko'rib turgan mablag'ingiz bizning mahalla yoshlari sa'y-harakatlari va ijtimoiy tarmoqdagi saxiy insonlar bilan yig'ilgan mablag', ya'ni bu 6,000 AQSh dollar. Opamizga operatsiyasi uchun 24,000 AQSh dollari yetmayapti. Biz sizlardan iltimos qilib chiqmoqdamiz. Bu mablag'ni yig'ishda bizga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Bu bilan biz bir onaning bu hayotdagi o'rnini, farzandlarini baxt kamolini ko'rishligimizni xursandchilik uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilsak, biz buni uddalaymiz. Ekranda ko'rinib turgan karta raqamlari bu opamizning oila a'zolarining karta raqamlari. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Bu opamizga befarq bo'lmang. Qo'lingizdan kelganicha duodami, mablag'dami, qaysi tomonlardan bo'lsa ham opamizga yordam beraylik. Ehsonning katta kichigi bo'lmaydi azizlar. Ehsonning mukofoti faqat ehson.